Xalq xalqqa qarshi, shohlik shohlikka qarshi ko'tariladi. Ayrim joylarda qahatchilik va zilzilalar bo'ladi. Bu hodisalar to'lg'oq azoblarning boshlanishiga o'xshaydi. Bu qo'rqinchli. Muqaddas kitobdagi bashoratlarga ko'ra ofatlar keladi. Bashoratlardagi oxirgi ofatdan qutulishning hech qanday yo'li yo'qmi? Xudo har doim ofatlar haqidagi bashoratlar bilan birga najot yo'lini ham o'rgatgan. Darhaqiqat, u muqaddas kitobda oxirgi ofatdan najot topish yo'lini yozib qo'ygan. Xudoga ishongan ikkita mamlakat bor edi. Shimoliy Isroil urush natijasida vayron bo'lgan, Janubiy Yahudo esa himoya qilingan. Nega faqat Janubiy Yahudo urushdan himoyalangan? Buning sababi Shimoliy Isroil Fisx bayramini nishonlamagan. Janubiy Yahudo esa nishonlagan edi. Hatto urush falokati ham Fisx bayramidan qochib qutuldi. Fisx bayramida shohlikning yuksalishi yoki qulashini belgilovchi qanday sir yashiringan? Keling, Fisx bayramining kelib chiqishidagi sirni bilib olaylik. Miloddan avvalgi 1998 yil, Misrga tong'ichning olat kelishidan oldin, Xudo isroilliklarga Fisx bayramini nishonlashni buyurdi. Chunki u Fisx qozisining qoni alomat bo'lishini va ular ustidan falokatlar otib ketishini va'da qilgan edi. Shuning uchun bayramning nomi Fisx, ya'ni falokatlar otib ketishini anglatadi. Xudoning va'dasiga ko'ra, bir yoshli qozining qonini eshik romlariga surtib, muqaddas taqvim bo'yicha 1-oyning 14-kunining oqshomida qovurilgan go'shtni yeb, Fisx bayramini nishonlaganlarning barchasi olim va bosdan qutqarildi. Biroq Fisx bayramini nishonlamaganlar olim balosiga duchor bo'lishdi. Unda qozichoqni soyib, Fisx bayramini nishonlash orqali ofatlardan qochib qutula olamizmi? Bu yerga Fisx qozisining haqiqati sifatida kelgan Iso, muqaddas kalendar bo'yicha 1-oyning 14-kuni Fisx qozisi qurbon qilinishini kutdi. Men azob chekmasimdan avval bu Fisx taomini sizlar bilan birga yeyishni juda ham orzu qilgandim. U bizga yangi ahd Fisx bayrami, ya'ni Iso Masihning tanasi va qonini yeyadigan bayram, Fisx noni va sharobi haqida ham o'rgatdi. Shuning uchun bu davrda biz yangi ahd Fisx bayramiga rioya qilish orqali ofatlardan qochishimiz mumkin. Endi oxirgi buyuk ofat haqidagi bashoratlar bizning oldimizda qolmoqda. Ana egangizning kuni yaqinlashib qoldi. O'sha kuni osmon gurillab yonib, g'oyib bo'ladi. Samoviy jismlar olov taftidan kuyib ketadi. Shunda yer va unda qilingan har bir ish ochiqdan, ochiq oshkor bo'lib, hukm etiladi. Hozirgi yer va osmonni esa Xudo o'z kalomi bilan qiyomat kunigacha asrab turibdi. Qiyomat kuni u hozirgi dunyoni olovga yem qilib, barcha betafliqlarni halok etadi. Oxirgi ofatdan qutulishning yagona yo'li bu yangi ahd Fisx bayrami. Iso Masihning ta'limotiga ko'ra, muqaddas kalendar bo'yicha 1-oyning 14-kuni kechqurun qaysi cherkov Fisx bayramini o'tkazadi. Hozirda butun jahon missiyasi jamiyati Xudoning jamoati butun dunyoda Iso Masihning oxirgi kechki ovqati kabi non va sharob orqali Fisx bayramini nishonlaydigan yagona cherkovdir.